2018-yil 18-yanvarda Qozog'istonning Aqto'be viloyatida O'zbekistonning 52 nafar fuqarosi tiriklayin yonib ketgan edi. Yong'in yuz bergan vaqtida avtobus salonida bo'lgan Qozog'istonning 3, O'zbekistonning 2 fuqarosi jarohat olishgan, ammo omon qolishgan edi. Turon 24 muxbiri fojiada tirik qolgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Aqto'be tumanlararo sudida ketgan 52 nafar o'zbekistonlikning o'limi bo'yicha sud ishi boshlandi. Sudda halok bo'lganlarning yaqinlari ham qatnashmoqda. Ular Aqto'bega avtobusda borgan, hozir ijaraga olingan xonadonlarda turibdi. Yongan avtobusning 3 nafar haydovchisi Janubiy Qozog'iston viloyati fuqarolari. Tergov organlari ularni transportdan noto'g'ri foydalanish va yo'l harakati qoidalariga rioya etmaslikda ayblamoqda. Biroq ayblanuvchilarning yaqinlari bundan norozi. Ular haydovchilar bilan birga tirik qolgan 2 o'zbekistonlikni ham sud qilish kerakligini aytmoqda. Fojiada omon qolgan 2 nafar o'zbekistonlik ham Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidan. Ahrorbek Isoqov O'zbekiston, Isroil Mirzaahmedov esa Bozorboshi mahallasida istiqomat qiladi. Turon 24 muxbiri quyidagicha hikoya qiladi. O'zbekiston mahallasiga kirib kelganimizda mahalla fuqarolar yig'ini raisi Hasanboy Qirg'izov qarshimizdan chiqib qoldi. Tuman hokimligiga yig'ilishga otlangan ekan. U kishi bilan to'g'ri Isoqovlar xonadoniga keldik. Uyda Ahrorning otasi Ibrohim ota va akasi Bahriddinni uchratdik. O'zi ishda ekan. Biz Ibrohim otani suhbatga tortdik. Ibrohim ota Isoqov: 8 nafar farzandim bor. 6 o'g'il va 2 qiz. Ahror ularning kenjasi. U bo'lgan avtobus yonganini televizordan bildik. Xudoga aytganimiz bor ekan, tirik qoldi. O'sha voqeadan 10 kun o'tib sog'-omon qaytib keldi. Ammo fojiada ukamning nabirasi Bahodir Muradullayev halok bo'ldi. Hali uylanmagan, 20 yoshga ham to'lmagan yigit edi. Shundan keyin onasi bilan Ahrorni hech qayerga yubormadik. O'zimizda ishlaysan dedik. Shukr, 2-3 oy bo'ldi. To'raqo'rg'on issiqlik elektr stansiyasiga qurilishga ishga kirdi. Endi xotirjamman. Axir yoshim salkam 80 ga kirdi. Onasi ham 70 dan o'tdi. Xonadonda Ahror bilan qo'ng'iroqlashdik. Dam olish kuni bo'lishiga qaramay ishda ekan. Vaqtni boy bermay, nafaqat viloyat yoki vodiyda, balki O'zbekistonda bunyod etilayotgan eng katta inshootlardan bo'lgan To'raqo'rg'on ES tomon qarab ketdik. Inshoot mahobati bilan kishini hayratga soladi. ESdagi qurilish ko'lami nihoyatda katta. Bu yerga kelib jarayonni bir nafas kuzatdik va Ahrorga qo'ng'iroq qildik. Oradan ko'p o'tmay qahramonimiz chiqib keldi. Uni tanib olish uncha qiyin emasdi. Chunki uyda biz suhbatlashgan akasi bilan o'xshash ekan. Muddaomizni tinglagach, o'sha mash'um kunni xotirlashga o'tdi. 30 ga kirdim. 10 yildan beri Rossiyaga qatnayman. Qurilishda deyarli hamma ish qo'limdan keladi. Bu gal Qozon shahridagi bir obyektni bitkazishga otlangan edik. Men avtobusning old o'rindig'ida haydovchilar yonida o'tirgan edim. Yong'in ro'y bergan payt ko'zim ilingan ekan. Kuchli shovqindan uyg'onib ketdim. Avtobus alanga ichida qolgan. Mening ham shimim yona boshlagandi. Jon holatda o'zimni pastga otdim. Nima bo'layotganini anglagan paytimda avtobus butkul o't ichida qolgandi. O'sha kunlari havo harorati o'ta pasayib, avtobusning ichi muzlab ketgan edi. Shuning uchun salon kavshar lampa bilan isitilgan. Avtobusdagi og'zi ochiq 5 litrli kanistrda benzin bo'lgan. O'sha kanistrdagi benzin alanga olib, butun avtobus o't ichida qolgan. Yo'lovchilarning hammasi avtobusning 2-qavatida bo'lgan. Eshiklar qulflanib qolgan. Yong'in chiqqanda hamma o'zini orqa eshikka urgan. Avtobus eshiklari havo bilan yopilgani uchun hodisa payti ishdan chiqqan. Orqa va o'rta eshiklar qulflanib qolgan.
Birinchi navbatda avtobusning orqa eshiklarini ochmoqchi bo'ldik. Iloji bo'lmadi. Ikkinchi qavat oynasiga 2-3 marta o't o'chirish moslamasini otdim. Avtobus haydovchisi ham urinib ko'rdi. Ammo oynalar juda mustahkam bo'lgani uchun sindira olmadik. 1 soatlardan keyin shifokorlar, o't o'chiruvchilar, politsiya keldi. Bu payt avtobus butunlay yonib bo'lgan edi. Qozog'istondagi sud jarayoni boshlanganidan xabaringiz bor. U yerda ishtirok etayotgan ayblanuvchilarning yaqinlari omon qolganlarini ham sudga chaqirib, so'roq qilish kerak edi degan fikrlarni aytgan. Bunga hojat bo'lmasa kerak. Chunki 10 kun Aqto'bedagi shifoxonada yotgan bo'lsak, har kuni ertalabdan kechgacha tergovchilarga ko'rsatma berganmiz. Aslida haydovchilar voqeani elektr tizimidagi nosozlikdan kelib chiqqan yong'in sifatida izohlamoqchi bo'lgan. Biz holat qanday bo'lsa shundayligicha, ya'ni salondagi benzin sababli o't ketganini ro'y rost aytib berdik. Qolaversa, bizga sudga chaqiriq qog'ozi ham kelgani yo'q. Ahrordan yangi ish joyidagi taassurotlari bilan qiziqdik. Uning bu yerdagi faoliyatidan qoniqish hosil qilayotganini payqash qiyin emasdi. Oldinroq fojiada omon qolgan sherigimiz bu yerga ishga kirgandi. Iyun oyining oxirlarida meni ham qabul qilishdi. 158 kishi 4 ta brigada bo'lganmiz. Men brigadirlardan biriman. Turk rahbarimiz bor. Bizga har kuni ish ko'lamini belgilab beradi. Maoshdan nolimayman. Qo'limga oyiga 4 million so'mdan oshiq pul tegyapti. Shunga yarasha ertalabdan kechgacha dam olish kunlarisiz mehnat qilyapman. Undan tashqari ESda ishlayapti degan nom ham bor. Agar shunday ish va maosh bo'lib tursa, Rossiya yoki boshqa davlatga borishning hojati yo'q albatta. Kim ham issiq o'rnini sovutkisi keladi. Ahror bilan suhbatimiz yakunlangan kunning ertasiga Qozog'istonda bo'lib o'tayotgan sud majlisida O'zbekistonning 52 fuqarosi o'limiga sabab bo'lgan Aqto'be fojiasining asl sababi rasman e'lon qilindi. Qahramonimizning versiyasi tasdiqlandi. Prokuror Usmon O'rinbasar uliga ko'ra, fojia yuz bergan kuni haydovchi Nurjon Qirg'izboyev yo'lovchilar sinishi uchun kavsharlash lampasini salonga olib kiradi va benzin to'la kanister yoniga qo'yadi. Kanister yonida 2 yo'lovchi va haydovchi Maqsad Pernebekov bo'lgan. Qolgan 2 haydovchi pastga tushib, shu atrofda to'xtab turgan mashinadan avtobusni tortib ketishni so'ramoqchi bo'ladi. Portlashdan oldin 2 yo'lovchi va haydovchi Maqsad Pernebekov salondan chiqishga muvaffaq bo'ladi. Portlash sodir bo'ladi va 2-qavatdagi 52 yo'lovchining barchasi tiriklayin yonib ketadi. Ekspertiza ular is gazidan zaharlanish va kuyish natijasida halok bo'lgan degan xulosaga keldi. Fojiada omon qolgan yana bir o'zbekistonlik Isroil Mirzaahmedov ham shu inshootda ishlayotgan ekan. U bilan ertasi kuni bog'landik. Mart oyida tuman hokimligi yordamida shu yerga ishga joylashgani, temirchilik, to'g'rirog'i karkas to'qish bilan shug'ullanayotganini aytib qoldi. Oyiga 1.600.000 1.800.000 so'm atrofida maosh qo'liga tegayotganini bildirdi. Isroil salkam 40 yoshni qoralayapti. 4 nafar farzandi bor. U ham shu fikrda. Ya'ni sharoit va imkoniyat bo'lsa, chetga chiqishning hojati yo'q. Avtobusda eshikka yaqin yerda bo'lganim jonimga oro kirdi. Shunda ham kuyish jarohatlari, shikastlanishlar bilan bir muddat shifoxonada davolanib chiqdim. Oilada 4 o'g'il, 2 qizmiz. Hozir 3 o'g'il qoldik. Ukam 2009-yilda avtohalokatda nobud bo'lgan. Shunday fojiada omon qolganimni Yaratganning inoyati deb o'ylayman. Chunki uydagilar buni ko'tara olmasdi, deydi Isroil. Yigitlar bu yerdagi qurilish ishlari kelgusi yil yakuniga yetib qolishini bildirdi. Ularning ko'nglini xotirjam qiladigan holat shuki, erta-indin To'raqo'rg'onda yana bir gigant korxona, Hyundai zavodi qurilishi boshlanadi.